Hayotingizni go'zallashtiradigan bitta zo'r texnika aytaymi? Sizga kimdir yomon gap gapirgan paytda siz uni plyus tarafini toping. Masalan, kimdir sizga darvesh desa, ha, darveshlar toza qalbli bo'ladi deng. Yoki kimdir sizga odammassan desa, ha, menda farishtalik bor, menda avliyolik bor, odammasman deng. Yoki shunga o'xshagan sizga kimdir yomon gap gapiradigan bo'lsa, siz shuni plyus tarafini ayting. O'ylang. Ya'ni periplyusovka deyiladi buni psixologik tilda. Siz shuni minusni, har qanday hayotingizdagi minusni plyusga o'zgartirishni boshlagan kuningiz hayotingiz go'zal bo'ladi. Chunki bu kunlar o'tuvchidir. Siz butun umr baxtsiz bo'lib qolmaysiz, butun umr yolg'iz bo'lib qolmaysiz, butun umr pulsiz bo'lib qolmaysiz, butun umr kasal bo'lib qolmaysiz. Bu kunlar o'tib ketadi. Qachondir o'tib ketadi. Mana shuni his qilgan paytingizda sizni ichingizga huzur, rohat va xotirjamlik keladi. Hammaga huzurli hayot tilayman. Sizni asl barakaga ochadigan ikkita narsani aytmoqchiman. Birinchisi, ertalab 3 dan 5 gacha yurishga chiqish va terlab yurish. Chunki bizni qonimizni ichida ham rahmoniy, ham shaytoniy hislar yashiringan bo'ladi. Biz terlagan paytimizda o'sha shaytoniy hislardan o'zimizni tozalaymiz. Shuning uchun ertalab sizda kasallik bormi, sizda barakasizlik bormi, sizda qanaqadir problema bormi, siz terlab yurishga, tez yurishga chiqadigan bo'lsangiz, bu sizni juda ham ochadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha yurishga chiqqan paytingizda quyoshni otishini tomosha qilish bizga ham kayfiyat, ham energiya, ham sog'liq berar ekan. Mana shu ikkita ishni siz hech narsa qilmang, boshqa hech narsa qilmang. Mana shu ikkita ishni siz hayotingizda 90 kun mobaynida menga bajarib, menga shuni kommentariyada yozing natijasini, chunki bu fakt. Bu eng kuchli psixologlar, eng katta milliarderlar, juda mashhur insonlar tarafidan bizga tavsiya berilgan mana shu ikkita narsa. Ya'ni yurish va quyoshni otishini tomosha qilish. Bu bizni ochib beradi. Ya'ni sizni o'sha narsa vujudingiz go'zallashgan payti kayfiyatingiz go'zal bo'ladi. Kayfiyatingiz go'zal bo'lsa, hayotingiz go'zal bo'ladi.